Assalomu alaykum. Hammalarga xayrli kun. Sizlar bilan bugun salat tayyorlaymiz. Bu salatni nimadan tayyorlanishini videomiz davomida ko'rib olasizlar. Bizga kerak bo'ladi ko'proq 5-6 dona baqlajon. Bu baqlajonlarni po'stlog'idan ajratib olamiz, yaxshilab archib olamiz. Tozalangan baqlajonlarni 4 burchak qilib to'g'rab olamiz. Baqlajondan bo'lgan salatni hamma birdek yaxshi ko'rib, suyib yesa kerak. Shu qatorda men ham baqlajonni juda ham yaxshi ko'raman. Hammasini bir xil qilib to'g'rab olganingizdan keyin chopperga solasiz. Kamroq aylantirishlarni maslahat beraman, suv chiqib ketib qolishi mumkin. Boshqa idishga olib o'tganinglardan keyin 4 dona tuxum chaqasizlar. Katta osh qoshiqda 6 qoshiq un solamiz. So'ngra tabga ko'ra tuz. Chopperdan chiqarib olgan baqlajon, 4 dona tuxum, 6 osh qoshiqda un va tabga ko'ra tuz, hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Oldindan qizib turgan tovaga yog' qo'yib, bir qoshiqdan solib, ikkala tarafini ham qizartirib pishirib olamiz. Baqlajonli kotletlarimiz tayyor bo'lgunicha orasiga qo'yadigan masalliqlarimizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi pomidor, 1 dona chesnok, salat bargi va mayonez. Pomidorni ko'rib turganingizdek qilib to'g'rab olasiz. Chesnokni ham har doimgidek mayda-mayda qilib to'g'raymiz. So'ngra mayonezni ichiga tayyor bo'lgan to'g'ragan chesnokni solasiz, yaxshilab aralashtirib, tayyor bo'lgan kotlet bilan ketma-ketlikda taxlab chiqamiz. Mana ko'rib turibsizlar, tayyor bo'ldi. Sizlarga yoqimli ishtaha. Allohga omonat bo'linglar.